Men Qur'onni to'liq o'qishni bilmayman. Nima qilishim kerak deb ko'pchilik so'radi. O'sha oxirgi videolardan keyin bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Qur'on o'qigan kishi bilan Qur'on eshitgan kishini ajri bir xil. Agar siz Qur'onni eshitib chiqsangiz ham inshaalloh o'sha qori bilan bir xil savobga ega bo'lasiz. Shuning uchun agar o'qiy olmayotgan bo'lsangiz, qiynalayotgan bo'lsangiz, fuqaholar aytgandek Qur'onni ko'proq eshiting. Har xil musiqa, bo'lmag'ur narsalar eshitish o'rniga o'zingizga har kun 2 porami, 3 pora Qur'on eshitishlikni o'zingizga odat qilib oling. Agar buni jonli kimdir qaysi qoridan yoki uyingizda kimdir Qur'on o'qishni bilsa, o'qishidan eshitishligingiz yana ham afzal. Agar imkon bo'lmasa, shu Qur'onni telefondan bo'lsin, Qur'onni eshitishlikka o'zingizga odat qiling. Qalbni Qur'ondagi tozalaydigan, Qur'ondagi poklaydigan hech narsa yo'q. Va qalbga Qur'ondagi orom beradigan, Qur'ondagi lazzat beradigan dunyoda hech narsa yo'q. Vallohu a'lam.